Bugun onam va ayajonimga birgalikda sovg'a beramiz. Ular Toshkentga to'yga ketishayotganligi uchun birinchi o'rinda ularga material olib berishim kerak edi. Material magazinga bordik va material olishdi. Qudalar bir xil kiyinib bormasa, ko'ngillar joyiga tushmas ekanda. Keyin furnituraga kirdik, tikadigan abayalarga tosh olishdi. Keyin sumka magazinga olib kirdim. To'ybob sumka tanlab olishdi. Shunday qilib kamko'zlarni qilib olishgandan keyin ayajonim uyiga bismillah deb yo'l oldik. Ayajonim uyiga borsak, kaliti yo'q, topolmadik. Keyin qo'shniga aytdik, darvozadan oshib tushib darvozani ochib berdi. Ayajonim bilan ayamga doim o'zim ishlatib yurgan, yarim bo'lib qolgan yoki yuzimga tushmagan uxodoviy kosmetikalarni berardim. Bu safar ekanlariga ham naradan 2 komplekt uxodoviy kosmetika zakaz qildim. O'zim ishlatganim uchun, o'zimga yoqqani uchun, o'zim testimdan o'tganligi uchun, rezultati bomba bo'lganligi uchun ayam bilan ayajonimga ham zakaz qilib yubordim-da. Rosa ham xursand bo'lishdi. Ular xursand bo'lganini ko'rib, o'zim ham xursand bo'lib ketdim boru. Onajonlar xursand qilib bo'lgandan keyin ayajonim bansiga olib borishim kerak edi, chunki Zubayrni qarab yotdi. Qarabsizlarki, yana kalit yo'q. Men darvozadan o'zim oshib tushdim. Tepadan sakrayotganman, yuragini hovuchlayotgan ayajonim bo'ldi. Ayajonim banitsaga borib tashlab, xo'jayinim bilan ko'rishdik va xo'jayinim bizga ujinga KFCga yuradi. KFC tayyor bo'lguncha ota-bola mazza qilib o'ynab turishdi. Uyga borganimizdan keyin xo'jayinim "Sen bemalol ujin qilib olgin, men bolamni o'ynatib turaman" dedi va men ujin qilib olib, yuzimga uxod qildim. Men bu uxodoviy naborda Gangnam Style'dan zakaz qilganman. O'zbekistondagi Eva Caron brendining ofitsial dilerlari hisoblanadi. Iltimos, menga ham, naraga ham qancha deb yozmanglar, shunchaki atmetka qilib qo'ygan profilimga yozsalaring bo'ladi. Biz yozganlar ko'rmay qolishimiz mumkin. Mana ayajonim tikkan abaya.